Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun 2 ayning 11-kuni, seshanba. Men bugun shu korona virus to'g'risida ba'zi yangi uchurlarni sizlar bilan o'rtoqlashay dedim. Xitoy hukumatiningki e'lon qilgan statistikasiga asoslangan vaqtida bizning vatanda hozir jami 55 odam bu qon o'pka yo'lligi bilan yuqumlanganligi, ya'ni korona virus bilan yuqumlanganligi jazmlashtirilib, 4000 ga yaqin odam kasal gumondoni bilan kuzatilib o'tibdi. Albatta bu sonliq ma'lumotlar amaliy sondan ko'p tuvan bo'lishi mumkin. Lekin shu sonliq ma'lumotlarningki o'zgarishiga asosan vatandagi bu koronavirusning yuqumlanish ahvoliniki qaysi tarafga ketayotganligini bilish mumkin. Albatta bu ayni son emas, lekin shundaqdimi biz ayni songa erishamaganligimiz uchun shu sonlarga asosan vatandagi bu koronavirusning yuqumlanish ahvoli to'g'risida belgilik faraz qila olamiz. Belgilik ularniki qaysi yo'nalishga ketayotganligi to'g'risida ozroq uchurga ega bo'la olamiz. Shunga men hozircha aniq bir sonliq ma'lumotga ega bo'lishdan ilgari shu Xitoy hukumatiniki e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarni asos qilib keldim. Endi Xitoy ichidagi bu koronavirusning yuqumlanishi to'g'risida har xil sonliq ma'lumotlar bor. Bu qaysiga ishonishimiz o'zimizniki ahvoliga bog'liq. Men shunga u jihatda bak to'xtalib o'tmayman. Xitoy sirtida bo'lsa, hozir shu rasmiy koronavirus bilan yuqumlanganlarningki soni 476 ga yetibdi. Bunun içinde albatta Tayvan, Hong Kong ve Omanlar bor. Bu üç rayını Xitoy hukumati e'lon qilgan sonda o'zining doirasiga ketib olgan, chet ellarda uni Xitoyning sirtida deb statistika qilib o'tdi. Shularni hisoblagan vaqtida 476 bo'lib, hozir qadar bularning ichida eng ko'pi birinchisi Yaponiya, ikkinchisi Singapur. Amerika'da bu kasal bilan yuqumlanib rasmiy diagnoz qo'yilganlarning soni 13 ga yetdi. Xitoy sirtida o'lganlar, ya'ni shu 476 kasalning ichida o'lganlar yana 2, shu yaqinqi bir haftaga buyon yangidan o'lganlar yo'q. Shu yana 2 oldi turyotdi. Endi bu kasalning tarqalish ahvolida ba'zi yangi uchurlar bor. Birinchisi shu nimaninki bu virusninki havodan tarqaydiganligiga texnik ko'p odamlar shundoq qaramoqda, ya'ni ba'zi isbotlar chiqmoqda. Albatta bu eng oxirgi jazmlashgan bir yakun emas, yana havodan tarqishi. İkincisi, anandan keyin bu kasalniki yoshirin mezgili. Yani yoshirin mezgil degan vaqtida shu virus bilan yuqumlanib rasmiy kasal alomati chiqishlik bo'lgan vaqt aslida 2 kundan 14 kun deb qaralib, shu gumonliq kishilarga 14 kun ayrim tutish belgilangan. Hozirgi yangi qarashlarga qaraganda ba'zi kishilarniki yoshirin mezgilniki 24 kun ketadiganligi o'tirib qo'yilmoqda. Bunda deganlik bu bir odam bu virus bilan yuqumlanib 24 kungacha hech qanday kasal alomat ko'rilmaydi, biroq ularning boshqalarga yuqtirish ehtimoli bor degan gap. Bu bir xatarlik ahvol. Ya'ni hozirgi o'lcham bo'yicha 14 kun ayrim tutib bu odamni qo'yib o'tgan vaqtida, ya'ni u odamningki kasal paydo qilg'ichilik 10 kun, ya'ni yoshirin mezgil ichida texmi ko'p odamlarga yuqtirish ehtimoli bor deganlik. Yana bir yangi uchur, andan keyin shu bu koronavirus bilan yuqumlanib kasal bo'lib doktorxonalarga yetib saqib chiqib ketgan odamlarniki, yana garchi hech qanday klinikalik alomat, ya'ni beoromlik alomatlar bo'lmasmi, biroq ularniki boshqalarga yuqtirish ehtimoli borligi
o'tirg'a chiqyapti. Yana mundaqcha aytgan vaqtida bu odam davolanib saqaydi degan bilan uningda garchi shu kasalga taqobil belgilik immunitet kuchi paydo bo'lib hech qanday kasal alomati ko'rilmasmi, biroq boshqalarga yuqtirish ehtimolligi bor degan gap. Bu kasalniki buningdan keyin texmi ko'p odamlarga yuqtirish ehtimolligining borligini bildirdi. Hammamiz bilgandekidek Xitoy hukumatiniki bir qism cho'ng shaharlarda rasmiy ishga tushish boshlandi. Bu ishga tushishninki umumlashishiga, ya'ni ba'zi cho'ng shirkatlar, ba'zi cho'ng shaharlarda tunugun boshlangan bo'lsa, nurg'un taqilib ketgan zavodlar, shirkatlar oldimizgi kunlarda barbara ichilib, qaytadan ichilib, ishlab chiqarishni asli keltirishi mumkin. Bu ishlab chiqarish asli keltirilgandan keyin insonlarniki o'zaro uchirish fursati ham ko'p bo'ladi. Bu kasalniki yoshirin mazgilniki uzun bo'lishi sababidan bu omillar qo'shilib bu kasal yaqin kelgusi ichida, ya'ni bir oy ichida balkim texmi kengayishi mumkin. Bu jihatda nurg'un mutaxassislarniki alohida andishasi va Xitoy hukumati bu ishlab chiqarishni burun asli keltirdi deb. Lekin Xitoy hukumati tarafidan aytgan vaqtida bu GDP'niki tövallishi, iqtisodniki alohida zaxmiga uchrashi balkim u Xitoy hukumatiga alohida bisim keltirgan bo'lishi mumkin. Shu sababdan bu kasal to'liq kontrol qilmay turiblar ekansa, ishlab chiqarishni asliga keltirgan. Şuna bu oldimizdagi bir oy ichida yana bu kasallarniki qanchalik ko'p odamga yuqqanligi o'tirg'a chiqishi mumkin. Hamda vatanning ahvoliga kelsak, yuqorida men deb o'tgandagidek rasmiy diagnoz qo'yilganlar 55, 4000 ga yaqin odam bu kasal bilan yuqumlanish ehtimoli bor deb gumonliq odam qatorida kuzatilib o'tibdi. Bu odamlarmi uzluksiz ko'payyapti. Bularning ishidan cho'qim bir qismi kasal chiqishi mumkin. Andan keyin eng muhimi bu gumonliq deb kuzatilish doirasiga kirmagan odamlar qanchalik biz buni uqmaymiz. Ularningmi texmi ko'p odamlarga yuqtirish ehtimoli bor. Shunga bu kasalniki ahvoli bu ishlab chiqarishni asli keltirish bilan tövellab qolmasdan balkim texmi ig'irlab ketishi mumkin. Bu jihatda yani yangi uchurlar bo'lsa qarindoshlar bilan vaqtida o'rtoqlashib turman. Hammanglarning anglag'ininglarga rahmat. Xayr xo'sh.